Qani Amerika? Ha devonlar yoq Amerika. Avtez milladi. Ko'tar! Good morning, brothers. Ben göre boyun üstü. Who are you? Where are you from? Bu nima deyapti? Menimcha kimsilar deyapti. I am bu o'rtog'man terrorist. What? Qarang, nima demoqchisan? Konkretni gapir. Aman bunga aytmoqchimanki, biz sayohatchimiz demoqchiman. Turist. Hi, excuse me. Tourist. What is your purpose of coming here? Endi nima dedi bu? Menimcha nima maqsadda keldinglar o'zi deyapti. Ha, o'rtog'man, manam, mehnat, kuchukda ishlash, ter to'kish, pul topish, money, uyga homiga jo'natib qo'yish. What? Evatilla bo'l. Mazfa. Sen ana akalarga gapingni o'qidi, nima deding? Maza bir balo deb, o'sha gapingdagi qamab qo'ydi bizni. Mazi degani, ona deganini. Ha? Onamni mazasi yo'q bilasan-ku. Rahimboy Dankovning o'g'li Alisher telefon qilyapti. Ya Alisher qandaysan jo'ra? Po'lajon jo'ra, qandaysan? Jo'ra qayerdasan? Ha, biz Amerikada, Kaliforniyada diskotekadamiz. Klubda. Ya jo'ra sen qayoqdasan? Muncha orqang chiroyli. Amerikadaman jo'ra, mana. Orqangda nima qilyapti? Ha, u jo'ram ana amerikalik akaga boya maza bir balo dedi. Shunga nimadir qilyapti. Asallar. Bobur aka to'xting. Sizda gapim bor. Odam bizni to'yimizga qarshilar. Nima? Kuyov bola qiyinchilik ko'rmagan. Otasining puliga yashayapti deyapti. Qiyinchilik ko'rish kerakmi shunda? Jonim, sen uchun qiyinchilik ko'rish kerak bo'lsa, ko'raver o'zi. Baribir bo'lamiz birga. Sevgim uchaman ortidan intilib qushday. Ada, bo'lajak kuyovingiz siz aytgandek qiyinchilik ko'ryapti. Buncha qiyinchilik ko'ryapman. Sheri chuchur qiyinchilik ko'rgan ekanda qizim. Boshqa musurkani ko'ra qolaylik. To'g'ri, sal oshirib olibdi lekin. Ha, qayoqqa? Ya o'zi nima qilish kerak? Qiyinchilik ko'rish kerakmi yo boyish kerakmi? Ha, nima qilish kerak? Bo'laylik. Bo'ldi, rahmat jonim. Endi meni o'rtoqlarim kutib qoldi. Shunday oldilariga chiqib kelay. Kechgacha kelaman, xo'p? Yaxshi o'tiring. To'xtang. Ha? Nimadir esingizdan chiqib qolmadimi? Nima? Ya, ha. Ketdik bolalar. To'xta. Nimadir esingizdan chiqib qolmadimi? Nima? Muncha baxtliman. Eshitdinglarmi? Qara bolaga yig'latma shuni. Qaramasdan nima qilyapman? Men qarayapman-ku, o'zi kelganimizdan beri faqat. Hech ham qaraganingizni ko'rganim yo'q. Shang'illama, oshiqcha odam o'zi vaqt ajratasizmi? Foxlovo, fucking fishing Foxlovo. Assalomu alaykum. Boring. Sen yetmayotgan yo'q. Aka, oxirgi trenddagi Foxlovo 5000 so'mdan qilib beraman aka, 5000 so'mdan. Yo'qoldi, asamga tegma, senga beradigan hech pulim yo'q. Yo'qol. Yo. Mana shuni berayman, Fox ko'rsataman. Shunda tekinga ko'rsataman. Mana shuni bering. Nima ko'rsatasan? Ko'rsat. Dena, zo'rda bu oxirgi chiqqani. Cho'ntakka sig'ib ketadi. Ha, pocha, yangani 1 minutga Fox ko'rsataman. Nima? Manmi? Ha, bor o'lmaysan. Yana man. Pocha tayyormisiz? Bo'ling tezroq. Yangiz tayyorsiz bilaman.
Ra'no opam raqqosa, raqsni boblar rosa. Yangang qani? Yana bitta DNA bersiz, yangamni paydo qilib qo'yaman. Ey jodugar. Men senga borki 100 korobka DNA beraman. Yangangni paydo qilma, kerak emas. Ertak kabi sirli bu hayot. Ha bola? Oyim qani? Ayang yo'q. Ayang buf bo'ldi, buf. Ey Jumbosh, kim chiroyli, menmi, senmi? Sen chiroylisan, Jo'ra. Men chiroyliman deysan. Sen saf chiqsan. My mamacita, my señorita. Yuz sariq popshok. Va bu har kuni har xil qiz bilan har xil mashinalar minadi. Bu qayerdan olyapti? Nima qilyapti bu? Sen bilmaysanmi? Bunda bo'rini tirnog'i bor. Bo'rini tirnog'i? Ha? Ya boyvachcha. Voy, salom qizlar. Bilaman men sizlarga yoqib qolganman. Men sevib qoldinglar. Nomerimni so'ramoqchi bo'lsanlar, lekin uyalyapsanlar, to'g'rimi? Turyo qo'l. Sekin-sekin effekt bersa kerak-da. Hurmatli ishchilar, hozir oraylarda ikkita eng omadli ishchini oyligini 2 barobar oshirib, 1 oylik ta'til e'lon qilamiz. Bu omadli ishchilar kim deb o'ylaysizlar? Men bo'lsam kerak, chunki bo'rini tirnog'i menda-ku. Bular Oybekjon hamda Shahbozjon. Rahmat. Mayli. Bu qachon ish beradi o'zi? Yoki hali sal vaqtlimi? Omad Show teleo'yinida navbatdagi ishtirokchimiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Bo'rivoy. Bo'rivoy, hozir siz barabanni aylantirib, Tracker avtomobilini yutib olishingiz mumkin. Qani aylantiring. Endi ish berarsan. Ha, menga nima tushdi? Sizga bo'sh yo'lak tushdi. Ha, men nima yutib oldim shunda? Hech narsa yutib olmadingiz. Uning nimaga? Mana aldabdi-ku. Ha, menga bo'rini emas, kuchuknikini berganmi, nima balo? Alo. Shahriyor aka, dadam kuyov bola qayerda ishlaydi deb so'rayotgandilar. Jonim, yog'li joyda devor. O, yog'li joyda. Yog'li joyda? Qo'shni, kuyov bola qayerda ishlar ekan? Yog'li joyda. Yopra. Между прочими. Тоже мне. Po'tanaklar, meni kuyovim yog'li joyda ishlaydi. Gamlet, sen qayerda ishlarding? Aktyorman. Aktyor? Boshqa kasb yo'qmi? Meni kuyovimga o'xshab yog'li joyda ishlasang bo'lmasmidi? Yaxshi ham sandaqalarga bermadim qizimni. Sen bo'lajak kuyovimmisan? Ha, dadajon. Sen yog'li joyda ishlayman deganding-ku? Ha, yog'li joyda ishlayman. Zolotoy semichkani sklatida gruchkib ishlayman. Sen yog'li joyda ishlayman degankisan? Yog'li joy-ku, hamma yoq yog'-ku. Allo. Ibrat aka, uzr. Dadam kuyov bola qayerda ishlaydi deb so'rayotgandilar. Sir bo'lmasa qayerda ishlardingiz? Feberda devor. Feber. Lekin shoshmaylik, surishtiraylik. Mana qizim, ahvol. Feberda ishlaydi kuyov bola dedik. Bu po'tanakni qara. Sen bizga Feberda ishlaymiz deganding-ku? Feberda o'ynayapman-ku dadajon. Qizim tanla, qaysi biri yaxshi? Ana yog'li joyda ishlaydiganmi yoki men detskiy panetganmi? Voy, yog'li joy yaxshi dadajon. Tem bo'li zolotoy semichkada ishlardi u. O'z yog'inglarga o'zinglar qovurilib yurasizlar. Menga shu tekinga tuxum sashga qovurishga yog' jo'natib tursanglar bo'ldi. Kecha aroqni qaysi qo'ling singdir olib keldi? Ana Jonibek. Ha, bilmasam o'shani zo'r degandi-da, Odamlarda ham insof qolmabdi. Aroqqa suv qo'shadimi, nima balo? Bugun men atachentani pulini olay. Zir aroqchi olib kelaman. Ustalar, hormaylar. Assalomu alaykum, hajaka. Qanday bo'lyapti ish? zo'r, mana zo'r. Ish zo'r. Faqat shu atachentani pulini bersangiz, bo'ldi, ishimiz tugardi. Bo'pti, mana. Bo'ldi, ishni yes qilamiz. Mardon,
Atachinda qanaqasini olib kelasan? 07sidan. Litrovka ichaylik. U litrovka ichsak ishga ta'sir qiladi. Kecha Atachenko'ni qanaqasidan olib ketman? Jo'radan jo'ra boshimni og'rimayapti. Ammo chunki zaksga kolbasani haloldan oldim-da. Ustalar xormayli. Assalomu alaykum. Qanday bo'lyapti ish? Zo'r bo'lyapti mana. Bu Atachenta qani? Mana Atachento. Shu Atachentami? Ha, bu Atachentoni zo'ri bu. Shu Atachentami? Ha, bu Atachentoni haytigi bu. Va bundan zo'r Atachento topib bersangiz, men sizga pulingizni qaytarib beraman. Gapingga javobni? Javob. Yurlaring men bilan. Yutqizib qo'ymaylik ana. Nimaga yutqizasam? Bu garak Atachento bilan gipsni farqiga bormayapti. Mana haqiqiy Atachento. Kartir ursang ham hech narsa qilmaydi. Bu Atachentolar Italiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Har xil rangidan bor. Bu italyanslar baloda, kinolarni ham zo'r olgan, bilasanmi? Esmeraldani mana, Ramayana, Sonatasi, Devdas. Asaloyi. Davay pulni qaytar endi erkak. Qaytib ko'zimga ko'rinma. Katta gapirding-da sen, katta gapirding. Ya, bu undan bo'lmadi. Bu ichganimizdan bo'ldi. Ichganimiz uchun ishimiz orqaga tortdi. Siqilib ketdi. Davay siqilganimiz uchun ichaylik bugun. Yana bu ham ishga ta'sir qilmaydimi-ki? Qaysi ishingga ta'sir qiladi? Ish qoldimi endi bizga? Tusiriq bosh. Здравствуйте. Салам алейкум. А вы из русскоязычники, да? А куда вам, девочка? Мне на Чванзар. А как тебя Исмиз? Что? Можно познакомиться? Нет, у меня парень есть. Parin deyapti. Parin degani bu ruschalab o'rtog'im degani. O'rtog'im bor demoqchi bo'lyapti bu. Ha, у меня тоже парень есть. Икрам мой парень. Вот Шахрёр мой парень. Вот Ибрат мой парень. Да нет, у меня муж есть. Muj deyaptimi? Muj degani bu erkak degani. Menimcha o'rtoqlarim erkak demoqchi bo'lyapti shekilli. А Икрам тоже мой муж. Вот Шахрёр муж. Вот Ибрат мой муж. Ты дурак, что ли? Я беременна. Bremenni deyapti. Vremya bu vaqt degani. Siz bilan gaplashgani vaqtim yo'q demoqchi bo'lyaptimi bu o'zicha? Девочка. Что, только ты беременна, а? Я тоже беременная.